sizlar bilan Siyudan olgan narsalarimni birga ko'rib va birga tatib ko'ramiz. Birinchisi oddiy banan, ichida 5 ta bo'ladi. Narxi 2600 won. Keyingisi bizda shunaqa 1 + 1 kola. 2000 wonga oldim ikkalasini. Bularni tatib ko'rmayapman, sababi bularni oldin ham tatib ko'rganman va men tatib ko'rmagan narsalarimni tatib ko'raman. Keyingisi bizda shunaqa milkish ichimligi. Koreyada bu juda ham mashhur, lekin men buni tatib ko'rmaganman. Buni 1,5 wonga oldim. Guys. Gazi ham kam, lekin qanaqadir shiringina. Keyingisi bizda shunaqa Hershey's anorli va blueberry. 2+1 bu ham cho'lasini 4,000 wonga oldim. Mendan boshlaymiz. Anorri mazasi umuman kelmayapti. Keyingisi blueberry. Bunda blueberry'ning mazasi kelyapti. Keyingisi Hershey's shokoladi. Bu ham 2+1. Bu uchalasini ham 4,000 wonga oldim. Buni yeb ko'rganman. Shuning uchun yeb ko'rmaganimizdan men bundan boshlaymiz. Mashalada halol sertifikati bor ekan. Oxirgisi Festivals. Buni 8,000 wonga oldim. Qimmat bo'lsa ham nimaga olganim aytaman. Meni eng yaxshi ko'rgan youtuberlarimdan biri bu Mr. Beast. Men uni hamma videolarini qoldirmasdan ko'raman va buni men try qilib ko'rmasam bo'lmasdi lekin. Bitta olib yeb ko'rishga bo'ladi. Buni puliga undan ko'ra Hershey's olib yegan yaxshi ekan. Bu mening fikrim. Hammasi bo'lib qancha pul ishlatdim, men kommentariy yozib ketinglar.